Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat munbirga xush keldinglar. Uzundan ardinglar. Az bo'lmagan bas munozara suhbatlarni anglab charchadinglar. Albatta bundaq bas munozaralar yana davom qiladi. Ammo uningga yondash holda boshqacha bir izdinish istigi bo'lg'ash bugun bu programmani boshladim. Bu programmani bildiğim dostlar az bo'lmasa kerak. Chunki kim millioner bo'lalaydi degan bu programma dunyoda 120 dan ortiq davlatda uzun yillar bo'ldi. Izchil boshqarilayotgan bir programma. Buningdagi asosli maqsad nihoyatda jiddiy tushda emas, bir xil erkin qiyofatda, bir xil erkin muhitda bilim egallash. Ya'ni biz Uyg'urlarning tariximizdan tepishqa amroq bir odatimiz bor, an'anamiz bor. Bu programma aynan shunday shu tepishqa o'xshash bir programma. Endi asli muntazam bir shaklda ilib bog'il bo'lgan bo'lsa bu programmani. Masalan, bu programmada ko'rganlar biladi. Million dollar yoki masalan Amerikada million dollar, Yevropada million euro tutqanlar xili bor buningda. Ya'ni shu birinchi savoldan tortib 15-savolgacha to'liq javob bersa million dollar yoki euro tutadi. Endi biz tabiiyki hozirgi holatimizda bu programma qatnashgan qarindoshlarimizga million tutib qolsa millionni bagidek holimiz yo'q. Ammo bir qarindoshimiz bunga va'da qildi. Ya'ni u kim deganda vatanimiz qurilganda, Sharq Turkiston qaytadan qurilganda, ya'ni mustaqilligimiz asliga kelganda qurilmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston davlatlik neft shirkatiniki bosh direktori Ko'kböre efendim bu programmada pul tutqanlarga berilgan pulni to'lash, ya'ni o'tash ishini o'z zimmasiga oldi, va'da qildi. Shuning uchun bu programmani boshlash nasib bo'ldi. Endi bu programmada yangilar bu pulumni qanchalik tez qo'lga olay desak, vatanimizning mustaqilligini shuncha tez qo'lga keltirishimiz kerak. Ana shu chog'da vatanimiz, ozod vatanimizda erkin yashaymiz ham bu yengam pullarimizni shu Ko'kböre efendimdan sog' salomat qo'limizga o'tkazib olamiz. Xo'sh, bugun bu programmada Uyg'urlarning ichida tunji millionlarni borliqqa keltirish istigida bir doktorimizni ekranga taklif qildik. Ya'ni u bo'lsa-mu Amerikada bir universitetda o'qituvchilik qilgan do'stimiz doktor Talib Atajon. Assalomu alaykum, hurmatli Talib Atajon, ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom. Barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, hammanglarga mendan cho'nqir salom. Bay degandek, men bugun shaxsan tunji boshlag'achqa endi bu pulni va'da qilgan bir qarindoshimizning bo'lg'achqa bir mardlik qilay dedim, bir doktorimizni taklif qilib, inshaalloh programmamizda 1 million so'm, bu 1 million dollar emas, 1 million euro emas, qurilmoqchi bo'lgan, qurilish oldida turgan davlatimizning pul birligi so'm. Ya'ni 1 million so'm. Agar 15 savolimizning hammasiga to'liq javob bera olsangiz 1 million so'm tutgan bo'lasiz. Inshaalloh bu ish yuz bergisi bo'lgan. Andan keyin endi bugun boya dedim, bu programma olib berishdagi maqsad asosligi bilim egallash. Ya'ni mustaqillik davosida bu siyosiy kurashdan boshqa bilim egallashmi intayin muhim o'rinda turdi. Buni hammamiz obdan bilamiz, ham izchil ta'kidlab qo'yamiz. Shunga bu programma qandaqki bir odamdan imtihon olgandek jiddiy tushda emas, bir xil erkin kayfiyatda.
elip berilishini ümit qilaman. Buningda qandaqdir ekranga chiqqan qarindoshlarimiz agar bir ikki savolga javob beramay qolsa, o yüz obro'yi to'kilib ketadigan bunda ishlar bo'lmaydi. Chunki hech kim mukammal emas. Ya'ni masalan, xalqan bir adam kelib 15 savol taqdim bag'dan so'rsak, hammasiga javob bera olishi natayin. Shunga Talib efendim özümüzni erkin tutaylı, oturup maksat xalqimiz bilan birga ügünüş. Bo'libmi vatanniki daryoları, coğrafiyasi, tarihi, Uyg'ur madaniyati va dunyo xarakterdagi dunyoga oid bilimlar to'g'risida bilim egallash asosiy maqsad. Xo'sh, Talib efendim tunji savolimizga hozirmisiz? Tayyormisiz? Ha, qanday marhamat. Anda olsa başlayattık. Ha. Tunji sual mundaq. Tunji sual vatanimiz to'g'risidagi savol bo'lib, vatanimizdan nurg'un cho'ng shaharlar bor. Bu savol mundaq. Vatanimizning tövandagi shaharlari ichida nupusi eng ko'p bo'lgani qaysisi? Buningda 4 javob bor. Uningdan tanlab to'g'ri javobni desangiz bo'ladi. Buningda A Ürümçi, B Qashqar, C G'o'lja, D Xotan. Bu yerda Talib efendim bir narsani tushuntirib o'tishimga to'g'ri keldi. Yani bugungi savolimiz jami 15 savol. Buning ichida 15 ga deganimdek 15 ga to'liq javob bera olsangiz to'liq tutgan bo'lsangiz, bu programmada boshqa davlatlarda shundoq bir yordamchi qurol bo'ladi. Bu yordamchi qurollarni oldin sizga bir tanishtirib o'tishim kerak. Bu yordamchi qurollar nima deganda İngilizce'de Joker deydi, hem de başka devletler, mesela Türkler Joker deyip aldıkken Joker deydik ya. Biz yardım kuralları edip alaylı. Bu yardım kuralları da işte 4 yardım kuralı var. 4 yardım kuralının ikisi kalkan deyip atayımız. Bu kalkanın rolü nime degende eğer mesela bazı sualını koyduk, bu sualın cevabını bilemay kalsanız, xalqan birisini tanlab cevap verirsiniz, hata bolsa mu keyingi sualga ötüp ketisiz. Yani bunda kalkandan ikisi var. Onundan başka 50-50 yani 50-50 yerim deyimiz. Bu bir joker, bu yardım kuralı. Bunun da mesela A, B, C, D deyip 4 cevap verdik. 4 cevabının içinden eğer kıyınlık kalsanız cevap verişte ben 50-50 yani 50-50'den kolunay deseniz iki cevapını ücretimiz ekranda cevaptan ikisi kaladı. O çağda cevap vermeyeniz 50% asanlaşıdı degen gap. Endi ahirki yardım kuralı telefon. Eğer bir sualga cevap veriş hakikaten ters kelip nim bo'lib qalsa, sizning do'stlaringizdan, tonish bilishlaringizdan mayli kim bo'lsin, atrofingizdagidan birasidan so'ramoqchi bo'lsangiz, balkim mushu bilodan mushuning savoli javobini deb, shu qarindishingizga yo do'stingizga telefon qilib, mushu savolni aynan so'rab, uning javobini olgandan keyin yana javob bersangiz bo'ldi. Uning ismi telefon joker hamda telefon yordam quroli. Bu yerde bu telefonda dostunuzdan so'rash vaqti 1 minut bo'ladi. Ya'ni 1 minut ichida savolni o'qib berasiz, javob ABC'dan ham o'qib berasiz. 1 minut ichida javobni olib bo'lishingiz kerak. Tushunishlik bo'ldimi? Ha, tushunishlik bo'ldi. Anda bo'lsa, birinchi savolimizdanki boya o'qidim, takror o'qiymanmi, esingizda bormi? Yana bir qitim o'qitamsiz. Bo'ladi. Vatanimizning tövandagi shaharlari ichida nüfusi eng ko'p bo'lgani qaysi? A. Ürümçi, B. Qashqar, C. G'o'lja, D. Xotan. Bu 4 shaharning ichida men hamda aniq sonlarini bilmayman. Meningcha chuqum javobi Ürümçi bo'lsa kerak, chunki bu yerda nim deymiz, jiq nüfuslar yetkilib mishaga ko'chirilib kelindi.
bizning Sharq Turkiston mushu 49-yil Xitoy tajovuzchilar tarafidan besib olganni yoqi. Şunlaşqı men bunun cevabı tabii ki A deb qarayman, yani Ürümçi. Cevabınız Ürümçi. Ondaqda qani bir qarab baqili, cevabı to'g'rimi, xatomi? Cevabı to'g'ri. Men bir vaqtlarda texi Ürümchining nüfus zishligini Shanxaynikidan yuqori bo'lib ketdi deb men bir o'qigan. Ha. Shundaq jiqlab ketdi debchi. Ha. Endi hozir Shanxaynikidan jiqmo emasdi, ammo qanday bo'lmasa. Yo'q, zishligi, nüfusning zishligichi. Ha. Nüfusning zishligi to'g'ri. Ha, shunday degan. Endi mehmon berdamiz. To'g'ri bo'ldimi ya? To'g'ri bo'ldi. Ya, men ekranda anaqa yeshil chiqqani shu to'g'ri javob. Ha, yaxshi. Javob to'g'ri. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Bu bizniki yemek içmek to'g'risidagi savol bo'lib, buningki savoli mundaq. Bizning Uyg'urlar ba'zida bilib bilmay shu ko'ktatlarniki atalg'usini ko'pincha Xitoycha atab ko'nib qolgan odamlarimiz oz emas. Yangyu deymiz, Chingsay deymiz, Lobo deymiz ba'zida. Menimcha shu chet eldagi yashayotgan Uyg'urlar shu eski odatlarimizni tugutishimiz kerak. Chunki bu ko'ktatlarning hammasiniki asosan Uyg'urcha ismlari bor. Shunday qo'yaymi? Unda bo'lgandan keyin buningda endi savol mundaq ekan. Chingsayniki Uyg'urcha ismi nima? Ya'ni Chingsayniki Uyg'urcha ismi nima? A. Pidigan, B. Turup, C. Yeşil köktat, D. Kerepçe. Bu Uyg'urcha ko'ktatlarning ismi bu biza tasavvur ekan. Men bu narsalarni toza nima qilmagan, lekin shu 2010-yillar atrofida shu Abdikerimning etodlarida, shu komediyalarida shuning oid narsalarni aytib jiq o'ttirg'i qo'yilgan, tarjima qilinibchi Uyg'urcha ismlar. Va shu vaqtida jiq bilatdim shularni. Masalan, keyin yo'lning ismlarimi shu vaqtida shu komediyalarda o'ttirib qo'yilgan. Masalan, keyin har xil ismlar. Uning ustiga mening bolalarimni bu Abdikerimning nemisini ayt yaxshi ko'rdi. Bolalarimni degidek kunda 1 soatdan ashi Abdikerimning nemalarini ko'rib turdigan. Men buning ismi shu savolni yana bir o'qib etsam bo'lamdi? Ma'qul, o'qib o'tay. Chingsayniki Uyg'urcha ismi nima? Bunun cevapları A. Pidigan, B. Turup, C. Yeşil köktat, D. Kerepçe. Meningcha D. Kerepçe. Kerepçe. Çünkü qolganlarini men bildigandek qilaman, shu D ehtimolligini aytish yuqoridek qildi. Qanday qarab baqaylik, bu javob to'g'rimi, xatomi? Ya'ni bu javobingiz yana to'g'ri chiqdi. Ha, to'g'ri bo'ldimi? To'g'ri bo'ldi. Xili jiq pul tutdim-ku deymandir, ha? Biz 100 so'mdan boshlagan, hozir tutgan pulimiz 200 so'm bo'ldi. 200 so'mga chiqdi. 500 so'm dedingmi?
200 so'm. Biz 100 so'mdan başlagan, bunun tertibi mındaq, bunu düşündürüp koyay. Ekranda ko'rinib turgandek 100 so'mdan başladık. Ondan keyin keldigini 200 so'm, 500 so'm, ondan keyin 1000 so'm, 2000 so'm qatorliqlar mangdi. Oxiri 125 ming so'm, 250 ming so'm, 500 ming so'm, oxirgisi 1 million so'm. Bu yerda masalan mana bu ekranda chiqib turgandek 3 pul so'mmasi ranglik qilib bekitilgan. Masalan 1000 so'm tutib 2000 so'mga chiqqandan keyin xato javob bersangiz, yana 1000 so'm kepilligiga qilinadi. Ondan keyin 15 ming so'm tutgandan keyin 16 ming so'm tutgandan keyin 16 ming so'mning yuqori masalan 32 ming so'mga chiqib 32 ming so'mlik savolga javob berolmay qolsangiz 16 ming so'mda to'xtab qolasiz. Ya'ni 16 ming so'mni olib ketasiz. Ondan keyin 125 ming so'm tutgandan keyin 250 ming so'mlik savolga kelganda agar javob berolmay qolsangiz, tutgan so'mingiz yana 125 ming so'mda to'xtab qoladi. Shu pulni olib uyga qaytasiz. Ya'ni 3 miqlavatgan so'mi bor, u bo'lsa 1000 so'm, 16 ming so'm va 125 ming so'm. Bular o'zgarmaydi. Ashning yuqorisiga chiqa olsangizlar, bular o'zgarmaydi. Bundaq qoidalari bor ekanda, qarz o'qib qoldigan ish yo'qda? Ha, yo'q. Bu biz bugun asosan Ko'kböre apandini qarz qilamiz, va'da qildi. Vatan ozod bo'lganda bu pulni beradiganlar. Inshaalloh beradi. Undaqda keyingi savolga o'tamdik. Qani. Keyingi savol shu. Tövendeki dava adamları içinde qaysisi vatanda tug'ilmagan? Yani bu savolda bu so'ralg'ini masalan bizning shu Sharq Turkiston davası sepida aktiv faoliyat qilayotgan faoliyatchilarimiz ichida ba'zilari vatanda tug'ilmagan, ya'ni chet elda tug'ilganlar bor. Bularning ichida qaysisi shu vatanda tug'ilmagan degan savolki. Vatanda tug'ilmagan, shundaymi? Ha, vatanda tug'ilmagan. Dövendikilerdeki qaysisi, şu dava sepideki şu adamlarımızın içinde qaysisi vatanda tug'ilmagan? Savol shu. Javobi A. Abdurahimjon, B. Rabia Qodir, C. Seyit Tumturuk, D. Salih Xudoyor. Ha, bu oson savol ekan. Osonmi? Men 3 odamning vatanda tug'ilganini bilaman. Shunday bo'lganda Seyit Tumturuk ekan buning javobi. Seyit Tumturuk bu oxirgi javobingiz shundaqmi? Aniqla meningcha. Undaqda bir qarab boqaylik, javobingiz to'g'rimi? Bu aniqlam. Ya'ni javobingiz to'g'ri bo'ldi. Tutgan so'mingiz 200 de, hozir 300 ga chiqiramiz. Hozir necha bo'ldi? 300 bo'ldi. 300. Ekranga diqqat qilsangiz, qizil istilka to'piga minib turdi, tutgan so'mingizni ko'rsatib turdi. 300 so'm. 300 so'm. Xatirlab mengatamsiz dema. Xo'sh. Ma pulushi degan inchikish bu. Shundaqa. Undaqda keyingi savolga o'tamdik. Qani. Keyingi savol shu. Tövendeki naqshni o'g'irlovchi to'rdagi o'g'irlovchining to'rdagi taxallusi nima deydi? Bu savolni so'rashdagi maqsad endi vatanda xalqimiz bilimiz nihoyatda ig'ir kunda yashayotdi, ammo bizning xalqimiz tarixdan har qanday ig'ir kunda qolsa-mu, shu bizning an'anamiz bo'lgan naqshi usullarimiz orqali, kulki chaqchaqlarimiz orqali ruhiy ozuq elib, o'zlariga tasalli berib yashab kelgan. Hozir qanday ig'ir holatdami, vatanda nurg'un qarindoshlarimiz masalan shu to'rdan foydalanib, garchi o'zlari kasbiy naqshchi bo'lmasa-mu, to'rdan foydalanib shu mikrofon oldida naqshi aytib xalqimizga huzur berayotganlar bor. Shuning ichida birsi bu naqshini shu yaqin oyog'i shu Facebooklarda
az bo'lmagan qarindoshlarimiz yoqtirib anglayotdi. Balkim siz mo anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu savol shu, hozir avval naqshini anglab o'tamiz, quloqqa tinchig'ishni tiqing. Anglagandan keyin bu naqshini aytgan shaxsniki to'g'ridagi taxallusi nima ekanligini andan keyin sizdan so'raymiz. Hozirmisiz? Tayyormisiz? Ha. Tamam, naqshini qo'ydik hamsa. Keynidin tanglar atqanda anca monca akıl tapqanda şehret kuşum kanat tapqanda tam tüvede yalğız yatkanda 18'in kaytırıp olmaz baytalımı çaptırıp olmaz. Yok yolvaz Gül beşimga kipine konmaz Emin'im yaşlığım 18 yaşlığım Haydi sen söygünüm Ay yüzük kalem kaşlığım Emin'im yaşlığım 18 yaşlığım Haydi sen söygünüm Ay yüzük kalem kaşlığım Hey bana ha Allah'ım Hoş Alpaman naqshini angladik. Endi savol bu. Bu naqshini aytgan shaxsniki to'g'ridagi taxallusi nima? Ya'ni o'ziga nima deb ism qo'yib olgan? Javobi A. Aypatam B. Maypatam C. Aymalika D. Gulmalika Bilmedim bu naqshga diqqat berdingizmi? Agar ko'rgan bo'lsangiz bu qizniki to'g'ridagi ismi nima? Yana bir o'qitak jasorat ismlarni. Bu yerda hamda chiqdi. Men ko'ra faqat. Aypatam, Maypatam. Aymalika, Gulmalika. Bu yerda eskartib qo'ydiganim, agar ishkilanib qolsangiz, yordam qurollarini qo'llansangiz bo'ladi. Bu Gulmalikmiki dey. Qolingizga darhol kelganda Gulmalika bo'ldimi? Shunda. Agar %100 ishonchingiz bo'lsa, javobini bering. Bo'lmasa, mening tavsiyam Jokerlarni qo'llaning. Bo'ldi, nasbat Jokerni ishlatay. Masalan, qaysi Jokerni?
Qalqan Bir bor, job masalan, ko'rinishida xato javob bo'lsin o'tadigan qalqan bor. Ondan keyin 50-50 bor, ondan keyin telefon bor. Qalqanda masalan javobingiz xato bo'lib qolsa-mu, ikkinchisiga keyingi savolga o'tib ketamiz. Nimani ishlatay? 50-50 ni. 50-50 ni? Tamam, 50-50. Joker ketdi, endi javobi qanday oldi ko'ramiz. 50-50 bo'lganda bo'lganda tanlash tövendikidek bo'ldi. Ya'ni ikki nimani avatdiq. Ikki javob qolgan ikki javob Maypatem, B Maypatem, C Aymalika. B Maypatem, C Aymalika. İkisidan birini tanısanız bo'ldi. Agar yana ishonchingiz bo'lmay qolsa, yana masalan qalqonga o'xshash Joker qo'llansangiz bo'ldi. C. C Aymalika. Bu oxirgi javobingizmi? Shunday. Tamam, qarab baqayli, javob to'g'rimi, xatomi? Ya'ni javobi C Aymalika. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Muborak bo'lsin. Endi tabiiyki holda sizniki tutgan pulingiz hozir 1000 so'mga chiqdi. 1000 so'm bo'ldimi? 1000 so'm bo'ldi. Endi keyingi savolga o'taylikmi? Bu bizning bu Sharq Turkistonning 1 so'm qancha dollarga teng? 100 dollargami ya? Yo'q, mening bilishimda bizning so'm 1 dollarga 1 so'm bilan boshlanadi ekan. Ya'ni dollar bilan teng qimmatda boshlanadi ekan. Shundaymi? Shunga masalan million so'm tutsangiz, million dollar tutingiz degan gap. Keyingi savol. Mundaq. Milliy rahbarimiz Uyg'urlarning ma'naviy onasi Robiya Qodir qachon Amerikaga kelgan? Siz Amerikada yashayotgan birisi bo'lish sifatingiz bilan balkim buning javobini yaxshi bilishingiz kerak. Buning javobi A 2005-yili 14-mart. B 2006-yili 16-mart. C 2005-yili 17-mart. D 2007-yili 3-iyul. 3. Cevabını qayta o'qib beraymi? 14-mart. 2005-yili 14-mart. B 2006-yili 16-mart. C 2005-yili 17-mart. D 2007-yili 3-iyul. Belkim jili esinizde bo'lishi mumkin, ammo kuni belkim toza degandek esingizda bo'lmasligi mumkin. Nima? Men bu vaqtida bendagi Yapondagi vaqtimchi. Shundaymi? Yaponda. Lekin men Yapondagi vaqtda men yilni bilaman. Hozir oynimi bilaman, men kunni o'ylashyapman hozir. Tamam.
Ben bu yerda boya degandek jokerlaringizdan birisi ketdi, 50-50 ketdi. Ya'ni 3 joker bor. Ikki qalqon bor, ya'ni xato javob bersangizmi o'tkazib o'tadigan bir telefon joker, 3 joker qoldi. Ya men mani bilmayman, men bir nim qilay. Men Yapondagi vaqtda bu mening kunni diyemisanmi buldiganda endi ikkisini to'g'ri degandan keyin. Men yaqinda shu yo'q. Kunni to'g'ri deyishimiz kerak. Yana javob. O'sha 2005 17-mart. 17-mart Cuma 2005. C. Javobingiz aniqmi yoki o'ylashib boqamsiz? Qani men hisoblab boqay. Necha nimam qoldi? Jokerda nechasi qoldi? 3 joker bor, 2 qalqon, 1 telefon. Rabia Qadir xonimga telefon qilib so'rab boqamsiz ya. Tekst boqayib ya. Ya internetni desam bo'lamdi? Yo'q, internet qarashga bo'lmaydi. Faqat telefon qilishga bo'ladi, internet izlashga bo'lmaydi. Aşı C. C bo'lish ehtimoli qanday cho'ng? Javobingiz keskin, shundaqmi? Qani, ko'rib boqaylik, javobingiz to'g'rimi, xatomi? Demakki, javob to'g'ri, muborak bo'lsin. Tutmayman. Ya'ni Rabia xonim 2005-yili 17-martda Amerikaga yetib kelgan. To'g'ri bo'ldimi? To'g'ri bo'ldi. Yaxshi. Nima? 14-martda Jasorat bash ikki xil ovozchi taslim bo'lmayotdi-chu. Ikki xil chiqyapti. Mening chataqmi ya? Yo'q, ovozda chataq yo'q. Rabia xonim 2005-yil 14-martda Xitoy turmasidan kepillik kelib chiqilgan, qo'yib berilgan. 2005-yili 17-martda Amerikaga yetib kelgan. Qani sizning tutgan summangiz nechaga chiqdi bir qarab boqaylik. Hozir 2000 so'm chiqdi tutgan pulingiz. Endi keyingi savolga o'tamiz. Yep. Keyingi savolga o'tamiz. Talib? Keyingi savolga o'tamiz. Nima Jasorat pulning soni deb necha bo'ldi? 2000 so'm. 2000? 2000 so'm bo'ldi. 2000 so'm, 2000 dollar. 2000 dollar, evet. Emdiki savol? Emdiki savol burada. Tövende hemen bir film ko'stimi. Bu filmde biz kichigimizdan tortib biladigan bir damliq artistimiz bor Uyg'urlarniki. Bu filmni qisqacha ko'rib o'tgandan keyin bu artistning ismi nima degan savolga javob beramiz. Avval filmni qisqa ko'rib o'taylik. Bu bir intervyu filmiga hujjatli film. Mana shu filmni qisqa ko'rgandan keyin savolga qaytib kelamiz.
Bu artistimiz nəhayət uzun sözləpti bu yerdə. Endi məyədə nə qilishning hojati yo'q. Savol shu. Mushu intervyu bergan artist bayman degandek bizniki davrimizda hozir film ishlamdi bilmayman. Vatanda chiqib ketgani uzun bo'ldi. Biz vatanda yashayotganlar Uyg'urlar asosan hammasi biladigan bir danglik artist edi. Bu savol mundaq. Filmdagi mushu biz ko'rgan artistniki ismi nima? A. To'yg'un Ahmedi. B. Abdumid Kerem. C. Muradil Hasan. D. Firdavs Aziz. Biz ko'rgan artistniki ismi nima? Mush to'rt javobdan qaysini tanlaysiz? Bu yerda 4 isim berilgan. Qayta o'qib o'tsam, A. To'yg'un Ahmedi. B. Abdumid Kerem. C. Muradil Hasan. D. Firdavs Aziz. Qaysi quloqqa yaqinroq anglayotdi? Ya buni bildigandek qilaman. Aha. Bu degan bizning danglik artistimiz-chu. Aha. Nurg'un kinolarni ishlagan. Men yaqinda o'sha 1-2 oyning oldida men bir 2 minutlik bir videoni chaplab qo'ygan mening Facebook'ga. Artist bo'lolmaydigan qiz debchi. Aha. Ashuningda bu rol olgangu deyman o'sha artistimiz. Aha. İsmi? Ashuningda kampi to'g'riliq so'zlabdi ekan-chu. Ash artist bo'lolmaydigan qiz. Ne anda ata-onalar kampiga solinib, boshqalar beqib olgan to'g'risida men ashundaq bir videoni nima qo'yib qo'ygan. Bu artistning ismi nima bo'ldi undaqda? Qaysi bo'ldi? To'yg'un Ahmedi. To'yg'un Ahmedi. Nima qilay? Yana bir ko'rib o'taychi. Demana. Men xato yozib oldimmi ya? Agar ishonchingiz bo'lmasa, yana Joker qo'llansangiz bo'ladi. Nima? Firdavs Aziz. Firdavs Aziz. To'g'rimi? Hozir biza ishonchliga ammo to'g'ri xatoligini bilmayman, oxirgi javobni berishingiz kerak. Ya'ni Firdavs Aziz. Ishonch dedingizmi yoki o'zingizga ishonchingiz bo'lsa, men to'g'ri javob berdim desangiz, mushu Firdavs Azizga javobim keskindan. Ana keyin ko'ramiz javobingiz to'g'rimi xatomi. Qaysini tanladik? Firdavs Aziz. Aha. Oxirgi javobingiz shu yani. Pulga sherik bo'lamiz desang bo'ldi-ku. Yo'q, men sherik bo'lolmayman. Fursat berma sana. Yo'q. Ondan mening elish huquqim yo'q. Faqat bo'lmasa, agar ishonch bo'lmasa, Joker qo'llansak bo'ldi. Shu. Shumi? Javobi qarab boqamdiq? Tamam. Yani cevabı Firdavs Aziz. To'g'ri bo'ldimi? Bundan da toza ishonch qilamdingiz, herhalde to'g'ri javob berdingiz.
Немеңізге қарап бақалы, азыр ұтқан пулыңыз нәтижеге шықты дегенде 3000 сомға шықты. 3000 сом. Аха. 3000 сом. 3000 сомға шықты. Әмдеки кейінгі суалға өтейлі. Bu soal şu, resimdeki hani buluş gerek. Başlanış. Bu soal ne? Ne konuştum burun? Ben bir narsani chiqarib olaysan saqlab turing. Mana savol mundaqki. Rasmdagi Uyg'ur taomining ismi nima deydi? A. Juvava, B. Bangsha, C. Cho'chura, D. Tugur. Buningda men nimani qani chiqargan bo'lishim kerakmiga? Agar bo'lmasa, men hozirla uni Rasmni ko'rolmadi, Jasorat. Shu rasmni Rasmni ko'rsatangiz. To'xtaring. Let's play. Bir minut. Men bir narsani, shu rasmni mayaga nuqib qo'yib, mayaga chaplashni unutib qolibdimi? Sal ta'xir qilib tursiz. Mayli. Daralda chaplay buni. Bunu chaplagan onun patmay qolibdi qaraganda. Okay. Mayadika resim. Mayadika. Bu resim mana bu. Ko'rdingiz mi? Ekranga chiqdi hozir rasm ko'rdingizmi? Yo'q, chiqdi. Ma programmaga kechikib kelgachga oyoqqa menimcha boshqalar ko'rdi buni, anaqa bizniki nima bak bize farqi bor dedi, anaqa kechikib bordi dedi. Hozir ekranda chiqyapti bu. Chiqdimi? Tamam. Unda bo'lsa savol qaytib kelsak, bu suratdagi rasmdagi Uyg'ur taomining ismi nima? Javob A. Juvava, B. Bangsha, C. Cho'chura, D. Tugur. Bu tugur. Buni aniq bildigansizda qaraganda. Buni jiq yegancha. Jiq yegan. O tamoqni endi qani ko'raylik, avval javobini ko'raylik. Javobi to'g'rimi, xato? Javobi to'g'ri, ya'ni tugur. Bizniki yana bu savolni chiqarishga maqsadmi? Shu Uyg'ur taomlarimizniki-mi? İsimlerini bazı adamlarımız bilip bilmey hata atayımız. Bunu qandaqdır Bangsha, Juvava deydigan qarindoshlarimiz mı bu? Amaliyotda onun Uyg'urcha ismi bor Tugur. Ya'ni ismimizni tutib olsak qarindoshlar. Keyingi savol o'tdik amsa. Keyingi savol shu. Bunun da aldı bilen yana bir nima qo'yib o'timiz. Bir video qo'yib o'timiz, andan keyin savolni qo'yaman. Pulni hozir to'ptiring, pulni ma'ni videoni qo'yib qo'ygan ekan deb turay. Video diqqatingiz ekranda bo'lsin.
Tamam. Bu videoni ko'rgandan keyin qo'yadigan savol shu. Razil qo'ymichi Davud, ya'ni anglasam bu qorimki, videodagi bo'g'ay mo'maylarniki qancha pulini qo'yib qochgan. Ya'ni necha pulni qo'yib etgan? Javobi A 160 ming dollar. B 111 ming dollar. C 134 ming dollar. Ve yoki D 93 ming dollar. Bu shu qo'ymishiniki qo'yayotgan puli to'g'risidagi savolga esingizda bo'lsa. 160 ming. Cevap 160 ming oldu mu? Alp efendim? Ha? Cevabı? Qaysi oldu? Ben nima ishlatay Joker? Joker işletemsiz. Qaysi Aylaqa 50 deganda. 50-50'den işletip oldunuz. Hey, birlanma 50-dan? 50-50'den beri qalqandan ishki. Ha. Qalqanның rolü qatar cevap bersingizmi o'tib ketasiz. Qani. 160 ming, 111 ming. Ha, 93 ming. 93 ming? Ha. Oxirgi javobingiz mi bu? Hamda Bovay mo'maylar vatandan chiqqan shundami? Vatandan chiqib ularligi haramga, hajga minish oldida qo'yilib ketgan. Ya'ni bu nurg'un pul kim bu? U pullar olsak o'zlarining puli emasga, ya'ni boshqalarning pullari borki, bu razil qo'ymichi shafqatsiz ablah. Ularni qo'yib, ular shundoq ig'ir kunlarga qolgan. Eğer taza işenişiniz olmasa Joker'larını taşlap koyup fütürvet kişiye Joker'larını kullanın bence. Hazır eğer fütürüp koysunuz, bunun sonu koşup kalsınız. Ha, şunda mı? Hazır 4 ming so'mda. Ming so'm bo'lgandiki berib o'tadi deb yana kelishingiz mumkin og'ili. Undaq aniq javob beramsiz yoki Joker olamsiz? Joker alay. Qaysisini? İşki qalqan bir telefon bor. Bir 160 ming. Aniq javob beramsiz Joker olmay? 160 ming. Bu savollar bag'ancha tashlashdi-ku? Oxirgi olganda bag'an sir tashlashdi. Hozir biz bag'ancha tashlashmadi. Hozir biz 8-chi Hang ishiltay. Ya'ni 160 ming. Aniq javob berdingiz. Pushaman yo'q.
Endi oxirida taslish mavzu deydi ekanmiz, amaliyotda balkim oxirdagi savollar Men to'g'ri, bo'ldi bir qalqanni ishday bo'ldi davosan. Bir qalqanda? Ha. Tamam, bundan sonra bir qalqan ketdi. Ha. Bunun cevabı neymiş ekanligiga bir qarab baqayli. Ha. Bunun cevabı 111 ming. Bo'pti. Quloqni o'tib ketdi, Talibjon. Agar mushada uqtirib qo'ygan bo'lsangiz, 1000 so'm qo'shib qoladingiz. Endi necha bo'ldi? Endi necha o'g'indi bir qarab baqala, necha bo'ldi? 4000 kan hozir. Hozir 8000 ming. 8000 ga chiqdik endi. 8000 ga chiqdik, yana 2 jokerimiz qoldi. Bir qalqon, bir telefon. Bir qalqon, bir telefon. Endi keyingi savolga o'taylik. Keyingi savol. Keyingi savol mundaq. O't yurak shoir Abduxoliq Uyg'ur vatanimizning qaysi shahrida tug'ilgan? A. Turpan, B. G'ulja, C. Xotan, D. Korla. Vatanparvar o't yurak shoir, ya'ni Uyg'on Uyg'ur degan she'rni yozgan Abduxoliq Uyg'ur. Vatanimizning qaysi shahrida tug'ilgan? Turpan, G'ulja, Xotan, Korla. Cho'chakda tug'ilgan. Cho'chakda? Yo'qmi shu 4 javobdan birisi bo'lishi kerak, to'g'ri javobi. Qani men qaray. Turpan, G'ulja, Xotan, Korla. Nima? Qaysi? Turpan. Turpanmi? Turpan. Javobingiz aniqmi? Nima bizning adabiyot kitoblar darslikda bor bizning meni eng yaxshi ko'radigan bizning o't yurak shoirimizning birisi. Bu cho'chak qandaqsiga esingiz kelib qoldi? Men bizam da'vatman. Tamam. Undan sonra cevabı qarab baqayli. Javobi ya'ni Turpan. Endi qani nimangizga bir qarayli. Pulingiz hozir necha keldi deganda o alaqay mixlagan bir songa keldi, ya'ni 16000 dollar, 16000 so'm. Endi bundan tushib ketmaysiz, ya'ni bundan keyingi ikki savolga xato javob bersangizmi 16000 o'zgarmaydi. Endi pulning nimasi o'zgarmaydi, shundaymi? U eng oz tutquningiz 16000 bo'ldi, u o'zgarmaydi, ya'ni tushib ketmaydi demakchi. 16000. Keyingi savol. Amerikadagi eng uzun daryo qaysisi? A. Mississippi daryosi, B. Yukon daryosi, C. Missouri daryosi, D. Colorado daryosi. Eng uzun daryo, shundaymi? Amerikadagi eng uzun daryo. Amerikadagi eng uzun daryo? Shu Ag'u deyman, Mississippi River. Oxirgi javobingizmi yoki o'ylashib ko'ramsiz? Ben yana bir ko'rib o'tay turibda chiqsin ayoldan, javobi. Amerikadagi eng uzun daryo qaysisi? A. Mississippi daryosi, B. Yukon daryosi, C. Missouri daryosi, D. Colorado daryosi. Hozir yana 2 jokerimiz qoldi. Qalsangiz birisiga telefon qilib so'rasangiz bo'ldi yoki yana bir qalqonni qo'llansangiz bo'ladi. Yo'q, aniq bilmasangiz javob bersangiz bo'ldi albatta. Ashi aniq meningcha Mississippi River. Mississippi? A. Javobingiz shu bo'ldimi? Shu A. Javob o'tamdiq. Yoki o'ylashib boqamsiz?
yana ishki jokerimiz var. Eğer %100 işençiniz olsa cevabını aniq dang, bo'lmasa joker qo'llansangiz bo'ldi. Aşşu A. Ama cevabı A. Unda olsa ko'rib boqamdiq. Cevabını ko'rdik amsa. Aha. Nəhayət əfsus Talib əfəndim, Amerikadakı ən uzun dərya Missouri dəryası. Ama böyle degenimizdek qanday bo'lmasa pul 16 mingdan mixlanib qolgan. Yani onu ki sualga xato javob bersingizmi 16 mingda o'zgarmaydi. Ya'ni bugun muborak bo'lsin. Asli ishki jokerimiz qolganda uni qo'llangan bo'lsangiz, texmo yaxshi bo'lgan bo'ladi. Çünkü belki ahırda qiyin sanalgan suallarni belki siz bilishiniz mümkün-de. Ama qo'llanmadingiz, ahırda qo'llanay dediniz. Bu mu endi bir xil tavakkülchilik ideyasi. Bunda ideya bo'lish kerak, yaxshi ideya. Afsus, Amerikadagi eng uzun daryo Missouri dediniz mi? Missouri. Chaqadam Mississippi'nin addan biladi. Hem uzun daryo o Afsus, bu ikinci uzun derya Mississippi. En uzunu Missouri deryası. Bu sorunun cevabı məngü esinizden çıkmayacağım oldu da. Tamam, bugün xeyli köngülük oldu. Menimce xeyli bir apadınız ama... Ya xeyli cık buluftum. Allah versin. 16 ming so'm inşallah vatanimiz azat bo'lgan kunisi ben sizni başlap berib Baş Kökbör efendiden 16 ming so'mni sanab olamiz inşallah. Şuna bu günniki tezroq dimini saqlab qo'yaman hamda videoni. Mushu günniki tezroq yetib kelishini Allohdan kutayli, ham o'zimiz tirishayli. İnşallah vatanimiz tezroq azat bo'lsin. Bu pulni qo'limizga yetkazayli. Bu pul hamda 16 ming dollar belki bek ko'p emas. Shundan bo'lsa-mu, bugun alayda vaqt chiqarib programmaga qatnashib berganingizga ko'p rahmat. Programmaning beshida deganga o'xshash asosiy maqsad bilim egallash, o'rganish. Mushu shaklda yapmasak az bo'lmagan narsalarni o'rganib olamiz. Jumladan men o'rganib olaman, ham programmaga qatnashganlar o'rganib oldim. Mushu shaklda o'rganish yaparmiz. Nayt yaxshi nima programma ken bu. Men bu programmani nayt qizg'in qo'llayman. Nimishqa desa hamda o'rganishning har xil usuli bo'ladi. Ba'zi shu savol javob orqali yoki boshqa bunda darslar orqali har xil o'rganish ko'p bo'ldi. Shu orqali vatanimizning boya siz degandek madaniyati deymiz, tarixi deymiz. Mushu narsalarni bizning keyingi avlodlarimizga tushuntirsak, ya bu ballarımız hem çoğlarımız işledimi, mesela şu vatanımızın coğrafyası, tarihi, hem şu yerlerde öğrenmiş teknik nihayet köp nesli var. Bunun ikinci programlarda mı? Şundak şekilde öğrenip mağmanız. O kadar 16 ming az bo'lsin ko'nglimiz Talib efendi kelay xatim inşallah. Milyon uqtishimizni umid qilamiz. Oxirida yana bir qatam programmaga qatnashib berganingizga ko'p rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizga bu shundaq platformni, sahnani hozirlab berganingizga, bundan keyin shundaq jiq faoliyatni qilib turishingizni umid qilamiz. Rahmat. Anda bo'lsa, kelgan qatam ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr, Allohga omonat. Xo'sh, Allohga omonat. Hürmetli xeyrindaşlar, şundan bugünkü tuncu qatamliq kim milyonlar bo'lalaydi degan programmamiz müşahici oldu. Ahirda yana deydiğim, bu programda işitgan maqsad o'rganish. Yana o'rganish. Şuna mesela bugün ekrana chiqqan doktor Talib Atajan gerçi milyon qazanmagan bo'lsa-mu, bu
bu programımızga həss qoşdu, töküp qoşdu. Hem naydı köngüllük söhbət tariqisida bilim aldık, öyrəndik. Bundan keyin başqa qarindoshlarimizniki bu programmaga aktiv qatnashib berishini umid qilaman. Chunki boya degandek vatanga xizmat qilishninki bir usuli da'vo qilish bo'lsa, yana bir usuli o'rganish, bilim egallash. Bunda bo'lgandan keyin ikki ishni tangab berishimiz kerak. Bu yerda qandaqdir ekranga chiqib bir savolga javob bera olmay qolsangiz yoki chiqib utamay qolsangiz, xotirjam bo'ling qarindishim. Yüzünüz tushib ketmaydi, yuz obro'yingiz tuvanlab ketmaydi. Chunki shaxsan birisi kelib mendan yoki qolgan bir eng oliy ma'lumotli doktorimizdan 15 savol so'rasimi taqdim qildim. Hammasiga javob bera olishi mumkin emas deyman. Natayin chiqib tas. Chunki boya degandek bu programma 120 nashi davlatda uzun yillar bo'ldi davom qildi. Million muftaqallar barmoq bilan sanag'idek oz sonda. Ammo bu programma u qadar qizg'in olqishga erishdiki sabab bu programmani ko'rganlar oz bo'lmagan narsalarni o'rganib oldi. Shunga inshaalloh bu program davomida shu ko'p turgan qarindoshlarimiz ichida hammalarniki aktiv ovoz qo'shishinglarni, men qatnashman deb qo'l ko'tarishinglarni umid qilaman. Xayr. Yana bir qatam ko'rishishga omon bo'ling. Alloh omonat. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Sevmiştiğimizi taşar kırmaktan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Yağmur her kaçan dersen ama en güzel düşlerde gözüm var. Yağmur her kaçan gezersen tamam, en güzel düşlerde gözüm var. Bağrında gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Bağrında gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Kuşlarga qarayman nimadur özlem. Vatanim osmonidan kimikindan. Kuşlarga qarayman nimadur özlem. Vatanim osmonidan kimikindan.
her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarda tutuyor her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim ana. Ben seni şu kadar sevindim.